Kariz qaynonam bilan birga bugun atirgullar bog'iga boramiz. Ketdik. Birinchi o'zim tez kiyinib olib, qolganlarini esa shunaqa tez perexodlar qilib tashladim. Nafaqat o'g'limni, balki-da itvacham bilan qaynonamni ham perexod qildim. Kim yana qaynonasini shunaqa perexod qilishga duh yetadi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qaynonam ham perexod qildik, bersin keyin desalar bo'ladi. Shunaqa qilib yo'l yursak ham mo'l yurdik, mo'l yursak ham yo'l yurdik va har xil atirgullar ekilgan bog'ga yetib keldik. O'zi ham bu dunyodagi hamma rangli atirgullar bor ekan, lekin menga yoqmagan tomoni hech qaysini hidi chiqmas ekan. Hidi O'zbekistonda atirgullariga o'xshamas ekan. Itvachamiz yurib ketganiga sovuq o'ti qichyapti shekilli, u ham yuraman deb tushgisi kelyapti. Kariz qaynonamga sovuni, itvachani va kolyaskani berib, o'zim har bitta gullarni hidlab chiqdim. Menga eng yoqqani shu atirgul bilan sariq atirgul bo'ldi. Bularning hidi juda ham zo'r ekan. Qolganlarining hidi umuman chiqmas ekan. O'zbekistondagi atirgullarning hidi kelmayapti nimaga? Bu yerda dashi kelin-kuyovlar ham rasmga tushishayotgan ekan. Shunga qaynonam ham sovuq bilan birga rasmga tushib olaman, shayda kutib tur desalar bo'ladim. Rasmning o'rniga video olib qo'yibman. Mana buni tagiga bunaqa taxta qo'yib qo'yishgan. Tushunmadim. Taxta tiqilib yotibdi. Sarig'ining hidi zo'r ekan. Bu yerda esa sovuq yugurib qochib ketsa bo'ladimi? Arining orqasidan yugurib yetib oldim. Ozgina boshqa joyga qarasam yugurib uzoqqa ketib qoladigan bo'lib qopti. Shuning uchun bo'yniga sipochka olib bermoqchiman, o'zini ismi yozilgan va menning nomer raqamim yozilgan qilib. Agar Xudo ko'rsatmasin u bu joyga ketib qoladigan bo'lsa, odamlar bemalol sipochkasiga qarab telefon nomeriga telefon qilishlari mumkin. Manida yana ikkita aydol konsert berayotgan ekan, lekin qaynonam bilan bularni tanimadik. Buguncha bular. Biz bilmaymiz. Qaynonamga iltimos meni ham videoga olib qo'ying desam, ha bo'pti, o'rnidan suv olib ber, seni ham videoga olib qo'yaman desalar bo'ladimi? Bunaqa katta itvachalarni uyda boqish mumkinligini hech bilmagan ekanman. Bu yerda esa yana boshqa aydollarning konserti bo'layotgan ekan, lekin bizga ularning konserti qiziq emas, shuning uchun o'tirib olib ovqatlanib, oxirida marojnaxonaga bordik.